31 maktab bilim maskanim, senda o'tdi go'zal oltin yoshligim. Bugun chin yurakdan ta'zim ayladim, sho'xliklar ortidan ulg'aygan dilim. Direktorimiz goh asabiylashsa-da, yomon bo'lsin demasdi, buni bildik biz. Sohiba ustozdan hayiqib tursak-da, kirgan zahotlari jim bo'lardik biz. Ulug'bek domlaning har bir darslari hayotiy o'giti, katta yaxshilik. Hasan domla desa qo'rqardik, ammo kuchli va mehribon yuramiz maqtab. Haybatli qalbida yashirin mehrlari, Husan domla esa qilardi hazil. Bizni dars g'amidan ozod aylardi, o'sha quvnoq onlar ko'ngilga yaqin. Xolidaxon ustoz hikoya aytsa, psixologik ta'sir qilar edi dars. Dilnoza ma'mura ustozlarimiz jonini fido qilib o'tdi saboqlar. Sayyora ustozning go'zal darsidan yurakda yorishdi yorqin chiroqlar. Gullola Fotima ustozlarning ham mehru yaxshiligin dildan sezganmiz. Biz uchun eng aziz motabar bo'lgan 31 maktab jamoasi tinglang. Barcha murabbiy va aziz ustozlar, sizlarga ming tashakkur, ta'zimlar.